Hayot ba'zida notinch va stressli bo'lishi mumkin. Bunday paytlarda odam yolg'iz qolishni va xotirjamlikni his qiladigan joylarga qochib ketishni istaydi. Ish hayoti, sevgi hayoti, oila va do'stlar albatta zavqli. Lekin ayni paytda zerikarli bo'lishi mumkin. Birovning salbiy munosabatiga chidashga va faqat sevganingiz uchun sizga qilingan nohaqliklarni e'tiborsiz qoldirishga majbur emassiz. O'zini o'ta muhim deb hisoblagan har bir kishidan voz kechishingiz va sizning yaxshi niyatingizni suiiste'mol qilganlarni hayotingizdan chiqarib tashlashingiz kerak. Hech kimning u baribir mendan voz kecha olmaydi degan fikrga berilib ketishiga yo'l qo'ymasligingiz va oqibatlari haqida o'ylamagan holda ko'ngliga kelgan ishni qilishiga izn bermasligingiz kerak. Sizga salbiy energiya bergani yetmagandek, ijobiy energiyangizni ham tortib oladigan odamlarni hayotingizda ushlab turmang. Keling, qo'lingizdagi telefonni misol qilaylik. Unda ba'zi ilovalar borki, ular quvvatni tortib olishdan boshqa narsaga yaramaydi. Buning sizga umuman foydasi yo'q. Lekin siz uni qachonlardir telefoningizga yuklab olgansiz va o'chirmagansiz. Xuddi shunday ba'zi insonlar telefoningizdagi hech bir foydasi tegmagani yetmagandek, kamiga zarari tekkan, quvvatni tortib oladigan ilovalarga o'xshaydi. Quvvatimizni tugatmasligi uchun bu ilovalarni telefonimizdan, hayot energiyamizni yeb bitirmasligi uchun esa bu insonlarni hayotimizdan o'chirib tashlashimiz kerak. Bu vaziyatni men shunday izohlayman. Negativ odamlarning ta'siriga tushib qolish radiatsiya maydoniga o'xshaydi. Bunda qisqa muddatli past dozalarga dosh berishingiz mumkin, ammo doimiy ta'sir sizni o'ldiradi.